Pulimni qaytarib ber moshennik degan xabarni deyarli har kuni olaman. Katta ehtimol bilan Amina Halol reklamasi sizda ham chiqqan yoki bo'lmasam unga aldanganlardan birisiz. Afsuski bu holat deyarli 1,5 yildan beri davom etmoqda. Xoh ishoning, xoh ishonmang, qo'limdan hech narsa kelmayapti. Ko'pchilik menga yozadi, ularni sudga bermaysizmi, topmaysizmi deb. Albatta ularni ustidan harakat qildim, lekin qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Ular bu moshennikstvani chet davlatdan turib Telegram kanallar orqali qilishadi. Hozircha ularni topishni imkoni bo'lmadi. Amina Halol ustidan minglab arizalar bor. Qo'limdan kelgan yagona ish bu odamlarni ogohlantirish. Hattoki bir kun kelib mani nomim bilan mana shu asosiy profilimda pulingizni ko'paytirib beraman degan videolar chiqsa ishonmang. Sababi bu profilim zlom bo'lgan bo'ladi. Men hech qachon bunaqa ish bilan shug'ullanmayman. Hech qachon sizlardan pul so'rab chiqmayman. Mani kasbim umuman boshqa. Hattoki mana shu chiqargan videomni ham sun'iy intellekt yordamida o'zlarini foydasiga ishlatishlari mumkin. Agarda siz уже aldanganlardan bo'lsangiz, siz uchun afsusdaman. Pulingizni qaytarib olamiz. Bu videoyimni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam bering. Sababi ularga ko'pincha qiynalgan odamlar aldanishyapti. Hurmat bilan, Nazira Rasulova.